Rossiyaga ishlagan ketyapman. Xudo xolasa 1 yil ishlab pul yig'ib kelay, dang'illatib to'y qilamiz. Faqat meni kutsang bo'ldi. Ketishi shartmi? Shu pulni shu yerda ham topsa bo'ladi-ku. Musofir dardini bekitadi, ichiga yutadi uni sho'g'ir. U sog'inadi, o'ylaydi musofir. Xo'p, jonim, hozir pul tashlab yuboraman. Qanaqa 2-3 kun sraz tashiyman. Yangi programma chiqqan, Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazadigan, Anjir Pay degan. Xohlagan kartangga Humo, Uzkart, Visa farqi yo'q. Xohlasang naqd pul jo'natsang ham bo'ladi. Birinchi skachat qilgan vaqting 400 rubl bonus ham berar ekan. O'sha bonusni ham mayli, senga qo'shib tashlab yuboraman. Atabek, drug moy, cho'tam. Radnoy nima yaxshi gaplar? Mahalla tinchmi? Bolalar yaxshimi hammasi? Yaxshi, Xudoga shukr. O'zing yaxshi keldingmi? Zo'r, rahmat, Xudoga shukr. Zaring yaxshimi? Eshitmadingmi? Nimani? Yaqinda to'y erga tegadi. Yo'q-e? Ha? Birinchi ikki bo'lmaydi, g'isht qo'yib nasiyaga. Oshna menga sherik bo'l, ketamiz Rossiyaga. Ozgina sabr qila olmadingmi? 1 yil ishlab pul yig'ib kelib to'y qilmoqchi edik-ku, dang'illatib. Niyatlarimiz qayerda qoldi? Sirazi boshqasini topibsan-da? Mayli, nima ham derdim. Tashlab bergan pullarimni qaytarib ber. U shunaqa deyishingizni biluvdim. Mana tashlab bergan pullaringiz kartani ichida. $100 tashladingiz. Pas. Tushunmadim. Alo. Zaring, menga qarani, bonusga tashlab bergan 400 rubl qani?